Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Qaranglar, gruppam yana yopildi Telegramdagi. U safar Telegram gruppamni yopmadi-yu, o'zimni Telegram shaxsiy nimamni blokladi. Endi hozir o'zimni shaxsiy Telegramni bloklagan va 3 ta gruppam bor edi. Mana shu immigratsiya bo'yicha uchovini ham yo'qotib tashlagan. Bitta asosiy gruppa hamma uchun, bitta abadirnik klientlari, bitta sud ishtirokchilari. Endi buni kim qilishi mumkin? Oddiy odammi? Oddiy odam jalba tushib, oddiy odam bo'lsa, jalba tashlasa, gruppalarni masalan, to'g'rimi? Nima, o'zimni gruppalarim bor u yerda. Faqat abadirnik klientlari yo sud ishtirokchilari. Ana keyin sud ishtirokchilari gruppasi bo'lsa, uni yopishga nima asosda? Shuning uchun bu oddiy odammi yo O'zbekiston SMBsimi yo Amerikadagi ichki ishlarmi bilmadim. Endi kimki bo'lmasa ham, demak men to'g'ri yo'lda. Demak kimdirga men xalaqit beryapman. Aytyapman-ku, bularga mani olib tashlash oson. Mani olib tashlashsa qancha odamlar bema'lumot qoladi. To'g'ri ma'lumotsiz qo'yadi. Ularga shu kerak-da. Mana taq qarasalaringda, mana proxodchilarni Telegram gruppalari ishlaydi. Hamma nimalari, TikTok'i ham, boshqasi ham, mayli, Telegram haqida gapiraylik. Telegram kanallari ham bemalol proxodchilarnikini ishlaydi. Ularnikini nimaga hech kim yopmaydi-da? Masalan, agar O'zbekiston yoki nima bo'lsa deymanda, Amerika desam, bu ham bir katta savol. Balkim kutib o'tiradimi, poylab, qani bular nima qilyapti, nima qo'yyaptimi deb. Ishqilib hayron. Oddiy odamni Telegram gruppasini agar bunaqa yopadigan bo'lsa, demak to'g'ri yo'ldaman. Shu endi o'ylab ko'ramiz, qani yana bitta yangi Telegram gruppa ochamanmi yo endi YouTube'ga yana o'tamanmi yo TikTokmi, Instagrammi. Shu atak ana endi hozir alohida bitta nomer olmasam endi bu nomerni keyin hech kimga bermasam, shu aytaman-ku, nomerim tarqaldimi, o'zi boshlanadi-da. Boshlandi mana shunaqa ishlar. Hozircha mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi hozir sud ishtirokchilari bor, abadir nimalari bor. Hammaga men bitta aloqa chiqaman. Hammaga mani nimalar telefonlari bor, ishlari bor. Bu deganiki ish to'xtab qoladi degani yo'q. Shuncha oydan beri odamlar bilan gaplashmasdan turib ishini bitirib kelyapmiz. Shuning uchun dalsham bu sohada nima qilmanglar, xavotir olmanglar. O'zimman kim kerak bo'lsa agar bitta aloqa chiqaman-u, biror ish bo'lsa birga hal qilamiz. Atak endi hozir o'ylayman, qani yana Telegram ochamanmi, yo'qmi, qanaqa. Hozircha o'rtoqlar shu, endi YouTube, Instagram, TikTok, Facebook orqali a'zo bo'lib turinglar. Chunki shu orqali biror ma'lumotlarni bilib turasizlar. Keyin hozircha menimcha shu orqali gaplashamizmi, ko'ramiz, qarochi. Hozir men bu narsani bir o'ylab chiqib, bir analiz qilib chiqishim kerak. Xo'p, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kim buni blok qilyapti? Oddiy odammi, O'zbekistonni DXXsimi yo Amerikani yo Trampni nimalarimi? ICEmi, FBRmi? Kim? Mana shu savol, katta savol. Hammaga rahmat. Komment yozinglar.